Yırt taşınmaz lan. Haz ovqat yeb bo'ldi zang. Endi izine bir ajoyibundan desert kerak. Unda sizlarga New Yorkdan Chili York. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi prankimiz bu komandadan ko'rib turgansizlar. Bobur Nurmetov bo'ladi. Mana do'stlar, qaroq turibdi, ko'rganlaringizni o'ldirib bina. Bobur Nurmetov shaxsan o'zlaridan bo'ladi. Bizlar yaqinlardan biridan Bobur Nurmetovning komandasi va bizning bugungi aktyorimiz Madamin siz, Madamin men, Madaminamiz bo'ladi. Harmanglar salak yaxshimi? Bizlar ham chayamiz ovdang. Xo'p, hurmatli do'stlar, Boburjon jonli prank qilamiz. Hozir videoni o'tirib bermang, oxiridan ko'rasizlar. Birdan like bosib qo'yinglar. Nasi? Boburjon chaqirilishi Omonboy telefon uradi Boburjona. Xudo xolasang. Lekin Bobur jo'ra men ulatibdilar, men getir. Dumqatli prank bo'layotir. Xullas, videoga like bosasizlar, kommentariyada fikrlaringizni yozasizlar. Biz esa videoni boshladik. Jizda. Nijniy deymi? Bizning komandada hammamiz lakabimiz bor. Buniki Mes polvon, buniki Rocky, meniki Agent 007. Demidur. Assalomu alaykum do'stim. Va alaykum assalom do'stim. Kattasiz? Aytaring do'stim. Do'stim reklama oldim. Shu podeshga tushib berish kerak. Sen so'rab turadilar, shu Bobur ham go'sanib ketsin deb turadilar. Shuna bir tushib berib ketishingiz kerak darrom. Ertaga savolon qilishni do'stim. Уже bugun уже срочно chiqib qoldi. Darrom natada ham 300 ming so'm aytilgandi. Arzon reklama uchun. Darrom shippat o'shada ishimiz bor ekan, deb yugurib o'tib ketamiz. 300 ming so'm deyman, 300 ming so'm. 300 ming so'm reklama oldingmi? Shu bratlankada shu tushib beraylar deb onda turadilar-da. Postnaydan ulan postdan topshiramiz, qaraychi. So'rab bratlaring bo'lsa, muto tushib beradi uni. Uni aytib 300 ming so'm bizdan komandan yer urib 300 ming so'm, 35 ming so'm, 42 ming so'm ham reklama olmadi o'ra. Shu o'zi sizdan do'stim, shu bratlar podeshga tush kerakdan, ozgina pul kerak bo'lgani uchun adosh aytib beradik. Davay kelasanmi? Safil bratlar bilan urib beradi, so'ra men bormi 300 ming so'm? Endi ovozi pul kerakmi deb turaning-ku zo'ra. Yo'q, shu yap 300 mingni qaytarib ber, mut tushib beradi. Davay esa do'stim shuni aytib bering, darrom o'zingizni so'rab turibdi-da, Bobur kelami dedidan, men bo'ldi, hozir Bobur bo'lsa Bobur dedim. Ertaga jo'ra men hozir dasmo qilashimga kontraktni tushibdi bilasan-ku. Bilaman, jo'ra hozir olib bo'lmadingmi axi, yo istoriyani aytganda. Gelib ketar, darrom srochniy tushib beramiz jo'ra. 5 minut уже gaplaymiz, bo'ldi, obzor. No, reklama neda u? Gelaver, shu Xiva kruga 7000 import, birinchi krugdan o'ngga ketasan. Import nima bor-ku? Optim. O'sharaga kelish kerak. Lokatsiya tashadi. Bo'ldi, davay. Bobur, shu darajaga mataverma, bu gapni kasdan kelib gaplashib ber axir. Inshaalloh qilamiz. Davay, adushi. Do'stim, bo'lma, o'ng tarafingizdan. Tak. Hopizim. Sen? Qiz ketibsan-ku, neda sizlar? Assalomu alaykum, do'stim. Men shu mordan yeb tashlashim bilasanmi? Bon taraf madam ya. Assalomu alaykum. Harmanglar salak yaxshimi? Ozgina qarindoshchilik deb o'tganlarimiz ham boyka og'am bilan ozlanishdik. Shu og'a uka bo'lib qolib. Yangarishmi? Yo'q, yangarishdan emas. Ozgina bir qarindoshchilik deb o'tganlarimiz boyka. Instagramda ko'raman. Gap yo'q. Ozgina bir Salak yaxshimi, o'daylar yaxshimi? Adesiz. berni proyekti madaminamda ekan, bizlar bir ko'maklashib bir obzor video chiqib deb turibdilar. Shunga ishonib obzor aytib berishing. Meva-chevalar полный, как свежий, hamma joyida, аккуратный, hamma narsasi bor, qaraychi shuragan. O'zing obzor etasan? To'g'ri. Yo'q, o'zing pishib bersang, biz orqada turib, duymozda ekan bir-ikki mevalarni ushlab tursak ham bo'ladi. Просто обычный sen o'zing glonniy ko'rsatib keyin bolalarga o'tirib o'shani aytib bersang bo'ldi.
Sen ya obzor etaman deb turasan. Yo'q, hozir obzor bo'lsa kerak. Boburni face ham kerak. Ozgina Boburni o'zini aytib bersin. Siz orqada sal komediya aralashtirib mevalarni ko'tarib turasizlar mashina shuni. Ava, mashina ko'tarib harakat. Bo'lmasa Qanday narsa? Shu mevalar yanında tushali? Shunday. Yo, o'zi mevalar yanında sen immoni Ava. tutib, shu orqangda turamiz. Berga, tursan bor. Ava. Buni yat, masalan, mevalarni ushatib turma, biring. Mayli. Şu köpünçeyi şu erik ne var erikni? Erikang? Ha, erik bo'ldi. Yine erik. Shu durishini tushasanda bo'lasan, to'g'ri? Ava. Yozib ko'taga. svet qani. Alan kamera. Svet berdi, o'zi normal svetlar. Lapamizda bor-ku. Hava öz normalniy. Zo'rat bir ishda bor shunday bir Men nodeyin hozir. şu eriklar, mevalar, maqtayda pomidorlar var masalan, bir chirat bir Ya qiziqlar ekan. Yo'q, uni va yo'q bizada. Shu toza mevalarni obzor etish kerak, короче. Ha, ya sen shuni yap. Ha, давай. Давай. Tamam, iyi. import opdim. Import optimda svejiy mevalar ham bor, bemalol kelaverasizlar. Bu tarafda xarizat etsangiz ham bor, zomcha. Kerak bo'lsa imberdan kelsangiz shunda ham logom ko'rinib bersin. Imberdan. Shuni aytadi ya. Ava, imber yoqtir ekan. Bilmasam kim bilasan? Berib, bu ham profilni beriladi, Bobur. No profil bo'lsa, maxsus supermarketda ishlayapman. Men banda turing, sen o'zing ham so'rasan, orqada turasan deding, to'g'rimi? Arkada turasan, o'zing so'rayman deding. Boburni yuzi ko'rin kelsa bo'ldi deng. Hozir endi sen so'lada tutsan. Imdatamiz. So'lab bera. Imdatamiz. Sen evvel chiqqan videoda ondan ko'ramiz reklamadan Men bu tarafdan reklama etib, bu tarafdan so'lganim bo'lib qolaman. Bu so'llasam, orqada. Yo, imdatamiz shuni. Yo'q, ava tushadilar, yo'q, tinchmi? Nima gapsiz? Yo'q, chotki, prosta agar video chiqadigan bo'lsa, on tarafdan reklamadachilardan bir narsa shikoyat keladigan bo'lsa, bu videoni evvel tushib beraylik deb onda beklab bersak ham bo'ladi-ku. Yo'q, tushadilar. Chunki shu pulni berib turibmiz-ku. Mutaga turganlar yo'q. Problema yeri yo'q, nima u? Yo'q, Shu xasa chiqyapti. Adını tushiramiz. Pomidor adını tushiramiz. Buni proyekt. Yo'q, proyektdan Amonboy. Durum va Boburlar. Amonboy. Labaga. Jamishtamda. Tushib beralik uka. Bo'ldi, tushamiz hozir. Endi Yozmanglar, charatib. Yaxshi import opdim. Bu yerda shunday mevalar bor. Ava. Mevalar bor deb aytsak. Pomidor boringlar ham shu orasida suqib bersak, ish qilib shu narsalarni. Qilib toza mevalar, cho'kkan narsa, svejiyda boyitish kerak. Men hozir shu chiyani so'llasam bo'ldi, ketaveraman. Yo'q, Mevalar yeb ko'rib uni ko'rsatali. Ava. Mikrofon bermisizmi? Ovozim Mikrofon o'zi 1x05 ta olib ber, zukam tushadi. Davay. 2 3 ketdi. Do'stlar import optimda yana shunday chiya maqbi. Gilos. Gilos, to'y, ketdi gilos. Ey, zastibdi. Bular bilan o'xshamizga o'xshaydi o'ta. Kantixa. Do'stlar yana shu import optimda yana shunday giloslar ham bor. Bemalol kelsangizlar. Yo'q, bu narsani men ham Jamshdan o'zim tushib beraveradi uni. Yo, boshqacha bir improvizatsiya aytib bir. Yo'q, siz so'z bering, tizib bering, bir narsa bering. Nima deyishim kerak? Sen o'zi sen aytmadingmi bolalar? Dara Ben o'zi tushuntirib ko'pman, prosta ya obzor bo'ladi-ku, masalan. ko'chadagi boshqa ishini yozgin mevalar ham. Yo'q, masalan qarang, imberdan bir galamiyamina ko'rib ishlar farqi yo'q. Sal yumor aralashtirib. Ava, bemalol. Bilma atralina bu gap o'zi. Yo'q, bular svejiy ekan, sen boshqadan olasan. Yo'q, bo'ldi. Atrofga bozordan olasan. Davay bo'lmasa imbondan bir 05 ta ham mevalar olib to'g'ri rakurs bilan Boburga yer kallasini. Axir, Ya bir amonboy sen ya yeyman ko'chada netmading-ku. Bo'ldi, muammosi yo'q, aka. Bo'ldi, davay netmali. Bo'ldi. Seni tutashing kerak edi, zo'r chiqaradi. Tayyormisiz? 1 2 3 ketdi. Import optimda shunday giloslar ham bor. Gelib o'ldirib bersangizlar bo'ladi. Yo'q. Axir hozir yangi birinchi bilan ikkinchini boshi farqi bo'lmadi rostdan ham. Bundan ishlamali, amonboy, jat tursan uka. Yo'q, chotgan emas. İkisi bir xil o'tdi. Mana qarang nima. Hozir bunda chap qo'lda o'shangi qo'lda gilasim o'ng qo'lda. Boshqacha bir natali. Tem bo'lsa shu komandasizlar. Hozir klipdan chiqqandan farq keldi, hamda sen bu yerda poложение o'zgarib ketdi-ku, shuna sal do'stim tushunmayapti-da. Buni aytib. Ya bo'lmasa mana qara, ina mendan emas, imida nalar bokina, chakka chukkalar. Imberdan kelib, logo bilan chiqib kelib, masalan bu yerda chakka chukkalar emas, mevalar ham yeb bir narsalarda burib bersangizlar bo'ladi. Hozir ikkisi ham bir xil bo'lib qoldi, amonboy.
Bo'ldi, bo'ldi. Oddiy narsa men sizlarga tushuntirarman uni-ki. Yumor almashtirib qo'yishadi, qarang. Ketmang. Zora sen bana, qarasan bana. Shu hozir kelib turib, shu yerda tushib bersang bo'ladi deding, to'g'rimi? Orqada tursang bo'ladi deding. Men bu yerda ssenariy bor, plan bor, yana boshqa narsa bor, hozir necha bu yerda. Ne so'rayman Bizlar bu yerda? hozir ssenariy ishlatamiz. Qo'pit urib Qo'pit yurgan narsani xohlamayman, bratcha tutib edi, yesin. Yo'q, ketadi. Просто bu odam hozir unroq narsa kutib turibdi-da. Necha uzoq narsa kutadi? Shu poddeshga aytib beramiz. Yo'q, bu postda. Telefonda kalsın. Rastlama mevalar ishlar. Sen Necha ko'sak shunda? şu adamı ağzına çıktılasın. Yo'q. Madamini hozir ssenariy aytib beradi ozgina. Saraka gittim. O'zimizni murodda zo'ra. Yaxshi, sen bratın. O'zim men bir o'zim bo'lib kelaman, to'g'ri kelaman, tars tursa hozir yo'q. Komanda, undan komanda shuncha odam bir dona gilos silasan ularni debdi. Dilos. Ulan yok arkadaşlar. Давай. Kan, do'stim. Mevalarni jon chiqarib tashlaymiz hozir. Yumur, azı yumur diyenler sana bir oylab yazıp kızı bina bunu yapıp 5 yıldan beri anlıyor. Bular azı bir de söyleş gerek olsa bunu söyleyin. Doğru? Ozgina yumor aytib beramiz. Meva. O deyin yumur etmeyin. Mevalar insonlar bu yoqda. Ya bo'lmasa im bilan ushab tushamiz men yozning kuni dim ketadi, va bir narsalar poyga bodanglar bilan. Hop. Men sizlarga men behazil aytibman. Yok bizler hem izleşip duran. Rastlam gel. Rostlamay, shivit ko'tarib, ha. Munim bo'lsin qarang. Bu qo'shray postanovka ketali. Meda komanda bo'lib turali. Sen elda ne dur? Biz arkada terilib turali. Qara Bobur, men iminni vaz qalab turibman-da, urib beradigan maftun nima deb. Ashuni vaz qalab turibman-da men. Meftun? Ha. Ben işlenmeyin daha. Ben uylandım. Oyun buldu, 10 gün buldu to'ymalarni. Yaxshi, gap yo'q, xabarimiz bor. Endi prosta bir shu narsalar ketib turadi-da, tortib turadi-da. Shundoq Omonboy masalan, yana ko'chada gaplashdik. Bu gelmasdan burun. Bundan muammo yo'q, giramiz 5 minutda ishdan chiqib ketamiz deb o'zing aytding-ku. Shuni aytamiz, hozir maftun problema emas-ku, zo'ra. Bir qadada shu maftun sonni versi. Hozir ham bilan gaplashgan gapni yana boshqaman bola bilan gaplashib yotibmiz. Hozircha bir topib beramiz, shundan shu cherkiz bor. Как раз menda 2 Yo'q, yapman. Maftun o'ynayman deb burgan. Ular hozir ish yetirish problema emas. Prosta maftun so'ng mendan import topdimdan meva olib borsam, cheki shunday. Ya universitet ketgan bo'laman maftun. Yaraydi. Ha. Shuning uchun men yosh bolalar bilan ishlayman, yana ishimni olaman. Hayot gelişler. Gaplashishdan boshqa Çiçine sen gel durup arkada gidesen dedin. Çiçine hali sen olsa bak durup 100 bin sonra reklam almak için çok peşinden bulursan. Yurt içinde bırakın yok ayet. 300 bin son bulmaz. Zor. Bu bırakmak tuttu, kuru olmasın. Ne tuttu? Men 300 bin sen bolalara mutlab aytdingmi Omonboy? Yo'q, hozir gaplashib beralaman. Yo'q, muammo bo'lib turgan bo'lsa, yo'q, bolalara mutlab aytdingmi? Zay balık. O'zimiz gaplashib beramiz. Yo'q, ey. Sen ne için universitet yazsan sonra? Yo ben ne işlet durgan? Ya açık üstünde. İmanını hep vereyim mi? Vereyim mi Bana verelim? hiç söz gerekmiyor. Zanzlayla tutturun 5 gün. Medemin abi kardeşler. Kim dedim o kim? Babundur YouTube medemin bu. Kara söyletti. Rekmama yap bize hiç kesin onu tamaşa koymamız. Yüzse boksan yet dalga. Yüverme dalga. Olsun ya sen kaçan tamaşa koy baksılar. Güzel yok. Reklam var. Yo iyi ver dedi özel. Yüverde. Olan dersen yiyip reklam var. Bu adamı marankadan senden tutuşturdan bulan. Yok mu? Ne açıyorsun? Ne açıyorsun? Yanma. Omonboy berege. Az ağa bir. Yo'q, ben o'zing getir bana. Ne be ağa? Ne bular mutlab aytdingmi ya? Yo'q, muhtemelen sana. Sen omonmi o'tibdi? Mama mes az gaplashib berani bo'ldi reklaması. Vallahi bir de kıkırda. Yosh bola ko'rgatma, Yo'q, uka. endi biz ozgina syomkadan ishini nastroy etib beramiz, dikkat nastroylarni deganda jo'ra. Короче, bela ko'pga ketdi. Zora ben bir de köpek gideceğiz. Ben çünkü ben gidem ağzı. Güzel şey gittim Zora ben bir şey mi deken bakırdı. Azmaz olsa yok. Asma kulaşı gerek eken de. Akına çünkü bakır dikkat eken de. Jo'ra hozir men uni nima qilaman? Ne için ne yapayım sen? Pul olib ketman. Bundan kalmasa sen kılsan doğru. Meftun işte Jo'ra. Meftun ne oldu? Bularni postlar. Ben de sen Meftun şey bir şey sanız bilir. Niye işlemeyeyim ya sen? Niye gidersin? Nereye kim yaşıyor ben? Evet abi ideasını şey bir şey sen gidelim. Bir de şu çalan var. Hey, Sen bunu ne bileyim? Bakır taş vermek değil mi? Bana gelse. Şey dıkılgatsın tam uç çek oranı. Şey olsun Türkiye'nin sana. tutmasa ya bundan bunu al.
Yaxşı, mən eşitdim ey, bu tıpırçı vermeli. Tamaşa verməylə valla. Короче, magara, beda azı məftun bomid jo. Canım neft, iyi. Məftun bomid. Yok onca sen öyle mi bu? Gerek mi durmasın yani? Məftunan bomid işədə jo. Babur sen tutsan. Məftun bomid. Az uç şey sil vurma işədə ilə. 5-in bas. Cora, Bol az uç şey. Az uç şey. Sen davay, az bir şey, davay. Vallahi aytdın mı axı finansoma 2 milyon so'm beradi, uradda aytdın mı axı? İkimiz de diyene yapmışız bu gap. Nasıl tutuyorsun? Babur ben sizden pul ber çağırtdım uçam. Ben ya düşüp berket iltimas ettirganim yok. Trakta yapmışız gap lan bana. Yok işöde qaytaver, işöde yine. Hemmesi özünün balların işlemeyen komandan. Sen bak kamandan lekin az işimizde. O bunda bakın senin vaktin malı ben imbet edeceğim. Sen kara tutuyorsun da kardeşim. Bak dedi imbet edip krediyle ötü katip yap. Aşağı ne telli? 2 milyon Çe? 300 bin. 2 milyon 300 bin. 2 milyon son verdim. Karan la az. ol. Ağa durtturun 5 bin daha bolamız. Dur durumda. Bolsa bolmasa mankar aman var ben pulumu katip ver koy. Bunda Ağamın inton gerek miydi lazım? Bir minut yap eski alacağınız mı oldu? Kardeşim cora derim düşerdim. Gidelim az iş yap. Cebe hasta. Kardeşim cora işin iyi. 300 milyon sonra atık koyalım. 3 milyon Yok makara dur azı bir de özgərlik getdi. 2 milyon aldın mı? Bir de hiç kim yiyecek yoksa. Na o içmeyecek yok. Ha? Neçə? Zora mı? O 2 milyon algan mı? Zora, O boyu bu uğurçuluk ettirgan tutmuşsan. Uğurçuluk mı? Zöyna. ey makara vağırdın ey. Sayıp tamaşa koyarım yani. Bakır sayarım yani. Sizde ofis var adıgan şöyle ofiste gepleşince bir Ağa, geplen bir koyunlar. minut durun, O bir bir de minut. vağırdaş tutsa, o bir de klientle tut. Yaxşı, Bolsa pulumu katip ver tamam. Bol 1 milyon. Cora Mi yapıla bir? derim işleri o işte gitmişsin. Yok Makara 2 milyon. Makara oğru 2 milyon algamısan. Sen skul minut biləsən, da bu ötünə söyle bak. Sen sana gitsen, dilini sıkır seni. Ey kıskır O sana sorma git ya. desem Ey mi? makara bana gel İvançık gibi ben gel. Ne oldu çıkardı? Ne oldu çıkardı? Bak kaç tutuyor, ne oldu bir atsız? Durun ha. Ne oldu 1 bir milyon atsız? tutturun 1 milyon. Bana git Bana gel. O saraka Bana gel. gites mi? Ağa üzerimiz gepleşip alalım tutturun. Kolun etme. 1 milyon. Kolun yerin. Adamı kellesin ve istedi ofis bulamadı ofiste bu gepleşin bu Yalnız 1 geplerini. milyon tutturun ha. Ma pulunu verme gerek mi direkt verme. Var pulunu kaytarıp ver. Ma ver pulunu. Pulunu kaytarıp ver. Ağa tutturun az işe veririz. Durtturma ucuma pulunu ver tamam. Ma ver pulunu. Yaxşı vaxtda görmən ya. Pul Durtturun. yok hem de durup bu muydu? Bir daha o. O şunca adam durttu ağırda etmekimizin bir de. Uzana xəmənəsən buraya gəlsən. Ben benimle gepleşeyim ben bula bula. Amma Zora Zora sen Zora git- muskul Sen- nə sünnət tutsan. Vay çələ. Sənə bir nastroyen yox bu 10 kira zaman vermə. məskul. Bir yaxşı 10 kira vermə, 10 kira vermə. Sen üniversitede sana az video işlet biliniz bu olsa. Nasıl? Video işləmiydi. 2 milyonunu qaytarıb ver. 2 milyon qaytarıb ver. işlet verdim burayı. Ne oluş? Şunun iş situasiyadan çık et hele babur. Bu situasiya mən. İş situasiyadan çıkalım ofiste yapmasanız da tutmasan da babur. Üniversitede öyle. Yaxşı işi de yapmasanız keyin etemiz. Köçə çıxar. Video Videonu işlet keyin Hey, çıkamaz. mən bu miyə belə video işlölmə. Ya az Mən işlet video tasap ne gitmisən ku. Aslan az 2 milyon. Yaxşı tutusunu yetdi. Yaxşı o işdə yapdasan, şundağa universitet yapsan. Ben yine köçe. Bile. Ma pulunu ver. Ağa o azı netmeli. Ne olun etmişsin? Azı video işle Ya verler. adam öyle tutmuşlar ya. Ma pulunu ver boldu ma gerek miydi? Ya o Ben cille gelsin. Ne olacak da cille misin yazın? Kim cazal tuttu? Bize de ağa. Davay pulunu verek. Pulunu qaytarıb ver. Yakaran ağa 1000 dar üzür. Abi bu adam oynat tutmuyor. Ya bu adam oynatdırdı bu. Pulunu qaytarıb ver. 2 milyon qana ekansan, pulunu qaytarıb ver. Mana onun gəp aytılmadı bir də. Pulsuz deyin gəp aytılmadı ağa. Pulunu qaytarıb ver. Aslan git əli. Yanımda yok dersin pul. Ben sana hazır verdim. Pulunu al sen birden dükkandan çıkanı yoksa. Şimdi ağa bu problemalar etmeyin duran ağa. Bu işlenip bilmiyor. Ma ucu gerek miydi size reklama gerek miydi ucu kelle bızıldı koy. Ben başka adam çakınam onu. Bizə reklam etimiz ağa. Buldu. Reklamat çəkimizdən Mez ma bunu boşa girün etmeyin. O barıp ofiste gitmeyeceğiz bu gepler. Ma pulunu ver davay. Pulunu qaytarıb ver sonra. Kime dedi bu şey? Kime dedi? Ne oldu? Nişan söyleş gerek gelsin. Smakonu söyleyelim şu bana. Var da etme ya. İş yaparamızda tutmuş. O cille mi sen yazın? O kadar etmeyin. Nişan söyleş. Bunlar dürtmüyor öyle. Nişan söyleşin. Nişan söyleş. O cille sen yiyeyim şırt taşıma kellen yarım. Burayı cille ne oldu? Bıraktım yaşlı hükümet ne? Yaşlı hükümet etme ama pulunu ben bana cille mi sen ya? Karan yo babur uruşmayı kalat. Ey kelleni buzman sana böyle yiyip taşıma mı? Cille mi sen ya sen? Onu istəsən. Ne oldu? Tutsana kelle. Ustaz sen maşinanızı ötüp aç oldunuz mu? Bunda New York fast food'dan burger getadi.
Yırtıp taşınmaz lan. Oldu.